Sanda tug'ma nuqson anomalya deymiz. Mana shu tekshiruv natijasida shu narsa aniqlandi. То есть sindrom tsinada bor. Mana tosh. O'sha paytdagi tosh. Tosh bo'lganki, mana bu yoqda o'rtatseli degan joy. Tushundingmi? Mana tosh. Mana ko'rdingmi? Mana o'sha disklar распечатка qilingan. Так, bu kechagi MRT. Mana o'sha narsani ko'rayotganimiz. Bu qaysi tomonda, o'ng tarafdan, chap tarafdan? Bu endi o'ng tarafdan chiqib kelyapti. Sindrom tsinara degan narsa bor. То есть mana chiqib kelyapti-da, qovun ichiga o'tyapti. Содержимости белковый, ya'ni bu urug' bo'lishi mumkin yoki qon bo'lishi mumkin. Undan tashqari mana kerak deb ko'rsating. Mana bu yerda urug' yo'li bo'lsa, pastga qarang. Mana bu yerda sidiknaya. Ikkaloni ulangan joyi ham bor. Hozir operatsiya masalasiga keladigan bo'lsak, kecha men senga tushuntirib o'tdim, mana ochib oladigan bo'lsak, urug' yo'liga o'tsa, shamollashga olib keladi, muammoga olib keladi. Bu investimki dori jo'natib qo'ygan. Hamma yo'q kelyapti, toshga yo'q ko'rdinglar. Toshga yo'q, mana ko'rdinglar. Hozir tushuntirib beraman, qanaqa rasm chizib. Tushunarliroq bo'lishi uchun. Mana bu qo'l. Mana bu. Chiqib kelyapti, ko'rgan bo'lsang. Mana bu pastda turibsiz bo'lsa, mana bu urug' tufayli. Mana bu sidiknaya tepaga qarayapti. Mana bu urug' yo'li bilan sidiknayani bir-biriga bog'langan joyi bor. Bir-biriga bog'langan. Hozir buni ochsa bu yoqqa o'tadi-da, sidik. O'tib ketadi. Keyin muammo bo'ladi. Endi hozir majlisda nima taklif qilindi? Bu yerda operatsiya qilib agar olinadigan bo'lsa, mana sidiknaya olib tashlanadi, mana qonus solinadi, mana urug' tufayli ham olib tashlanadi. Urug' tufayli? Ha, urug' tufayli olib tashlanadi. Nima uchun? Bu olingan bilan bariga mana bu svязь bor. То есть muammo bo'ladi. Urug' tufayli olinadi, shunda bu yoq tomoni ketadi qonus. Bitta tomon urug' tufayli ketadi, mana bu sidik yo'llari ketadi. Mana bu tozalanadi. Tushundingmi? Endi hozir mana bu ikkinchi urug' tufayli bor, bitta urug' analiz topshirasan, ko'riladi. Endi bu qilinayotganda keyinchalik qanaqa muammolarga olib kelishi mumkin? Bekishga olib kelishi mumkin. Nima uchun? Mana bu bekilganda bu yoq ham bekilishi mumkin. Tushundingmi? Unda keyingi farzandga agar harakat qilaman degan bo'lsang, to eko qilish kerak bo'ladi. Tuxum ochiladi, tuxumdan olinadi. Bu birinchi muammo. Endi o'shaning uchun biz urug'an. Endi bu shunaqa bo'ladi degani emas, lekin operatsiya paytida shunaqa holat bo'lishi mumkin. Sen sevayotganingdek muammo tug'dirayotgan, bekilib qoladi va naql qilish. Mana shu hisobga yo'q. Tushundingmi? Sidiknaya kelgan bo'lsa, mana bu urug' tufayli bilan ulashgan joyi bor. Ketgan. Bu yoqda mana yaqinlashdi. Mana bu chiqyapti. Tushundingmi? Shunisi bor. Endi hozir masalan qilmasa, qachondir nimadir muammo yana bo'lishi mumkin. Ishindagi muammo bo'lishi mumkin, davom ettirilishi mumkin. Bu keyinchalik yengillashish ehtimoli ham bo'lishi mumkin. Yengillikni demayapman, yengillashish ehtimoli bo'lishi mumkin. O'sha doimiy aytmoqchi bo'lganim, mana masalan, bir yilda 2 marta, 3 marta mana shunaqa ko'rib bo'lib tursa, o'sha yengillaydigan holat bo'lsa, kelib chiqadi, to'g'rimi? Yo'q, yengil kelib chiqadi, yengillaydigan bo'lsa, sen chiqishing mumkin, muammo bo'lishi mumkin. U o'zini belgilari. Shunaqa belgi bo'lganda yoki masalan bir oyda, bir yilda bir 2 marta. Endi qonun qoidasi bo'yicha buni olib tashlash kerak, tushundingmi? Hozir vaqtinchalik shuni olib tashlamay, kuzatib yuriladi. Ko'rikdan o'tib yuriladi. To есть o'sha narsa, kuzatib yuriladi. Hozir bitta o'zing uchun urug' analiz topshirishing kerak bo'ladi. Mabodo operatsiya qildiraman desang, taklif qilinayotgan bu robot usuli, ya'ni robotga kirib olib tashlash haqida. Qanaqa kiriladi, u qayerdan kiriladi? Qorin bo'shlig'idan kiriladi. Robotik xirurgiya. Sanda tug'ma nuqson, anomalya deymiz. Mana shu tekshiruv natijasida shu narsa aniqlandi. To есть sindrom tsinara bor. Agar oldirmaydigan bo'lsam, chap tomonga puchkaga hech qanaqa. Yo'q, bu chap tomon puchkani hozir muammo ko'rmaymiz. Ishlayapti, dori jo'natildi, sindikalari bor, hamma narsa bor. Demak, agar yog'ni oldirmaganimda ham hozircha stijimda muammo bo'lsa, agar bu keyinchalik kattalashib, mana bu yo'lni to'liq to'ssa yoki mana bu to'sib qo'ysa, ba'zan oldirasan. Shunda toshing bor, haqiqatda tosh bo'lgan. Mana o'rtatselni ko'rganmiz, tosh o'rtatselning ichida deyilgan. Tushunsan? O'shanga bu holatda kiryapmiz deb tosh uchib tushib ketganda, mana bu narsa turibdi, lekin bu yerda endoskopiyada ko'rmaydi. U kistaga o'xshatilyapti. Bu yoqda MRT qo'yamiz, mana bu kasallik chiqadi. To'ysanda tug'ma nuqson anomalya.